Hurmatli kanalimiz obunachilari, assalomu alaykum. Bugun 18-mart 2025-yil bo'ladi. Yangi domlar bo'ladi. Pishirishdan qilingan Novostroyka 3-qavatda joylashgan ekan. 2 xonaligimiz полноценный bezguluxoy bo'ladi. Mana shu kirish eshigimiz, bitta podyezdni ko'rib o'tamiz. Podyezdimiz mana shunaqa ko'rinishda. 4 ta xonadon mavjud ekan. Xo'p, prixoshkamiz mana shu joylarda ham yana mebel qurib olsa bo'lar ekan. Mana shu koridor ketgan, o'ng tarafda sanuzel birlashgan ekan va xonalar joylashgan. Hozir mana shu mehmonxonadan boshlaymiz. To'g'rimizda zal bo'ladi. Videoda ko'ringan barcha narsa qolar ekan. Hamma xonada radiator bor ekan, konturli kotelimiz bor. Va mana shu joyda o'rtani bo'lib turib, oynalik razdvijnoy eshiklar bilan bo'lib turib, ovqatlanish zonasi qilsak zo'r bo'lar ekan. Katta derazalarimiz bor. Bu joyda ham radiatorimiz bor ekan. Va shu xonadan oshxonaga kirar joy bor ekan. Hamma narsa qoladi, mebellar, texnikalar va bu joyda ham derazamiz bor. 2 qavatlik oyna, steklopaket bo'lar ekan. Mana shu derazamiz yotoqxonaniki bo'ladi. Hozir bu tarafdan borib ko'rsataman. Yotoqxonamiz ham gluxoymi deb o'ylashingiz mumkin, lekin gluxoy emas. Yana bitta derazasi bor ekan. Davom ettiramiz. Yotoqxona hamda sanuzelimizni ko'ramiz. Mana birinchi sanuzeldan boshlaymiz. Birlashgan ekan, kattagina ekan va patologgacha kafel toshlar terilgan. Bu joyda ham radiatorimiz bor ekan. Va yotoqxonamizni ko'ramiz. Patologlari baland, xonalari ham katta-katta ekan. Mana aytib o'tganimdek yana bitta derazasi bor. Gluxoy yo'q. Bu tarafdan ham oshxonaga qaralgan derazasi bor. Shkaflar hamda kerakli mebellar va ayollarimiz zonasi ham bor ekan. Ana shunaqa kvartiramiz sotuvga chiqdi, hurmatli do'stlar. Bu tomondan ham tashqarini ko'rib o'tamiz. Mana pul keltiradigan gul daraxtimiz ana shu bo'ladi menimcha. Samarqand shahar Sariyar emas, Sartepa hududi bo'ladi. 5-mikrorayon, yangi qurilgan domlar pishirishdan qilingan ekan. 3-qavatida 2 xonalik bezguluxoy полноценный 61 kvadrat ekan. Xo'p, narxini 50 ming deyaptilar. Yana savdosi bor ekan. Qiziqqanlar tezda aloqa chiqamiz.